sakkiz energiyasini ikkinchi qismi, birinchi qismini ko'rmaganlar ko'rsin. Bu ikkinchi qism sakkizlar haqida nima deyotgan edim? Bu karma qonunlarini biladigan insonlar plusda ana shu ayol ramzi bor-ku, ko'zi bog'langan, bir qo'lida tarozi, bir qo'lida qilich. Ana shu ramzga aylanish kerak-da sakkizlar. Plusda shunday bo'ladi, o'zi biladi ular, karma qonunlarini biladi. Sabab va oqibatlar o'rtasidagi munosabatlarni biladigan odamlar bo'ladi-da. Shuning uchun ham plusda sakkizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman muhokama qilmaydi, hech kimga rahmi ham kelmaydi. Uni emotsiya bo'lmaydi-da ularda, hamma narsani boricha qabul qiladi. Mana shu dunyoni boricha qabul qiladi-da. U yerda adolatsizlik bo'lyapti, bu yerda nohaqlik bo'lyapti demaydi-da. Plusda bo'lsa, minusda bilish kerakki, agar sakkiz energiyasi o'sha adolatni sevadi-ku, sevadigan bo'lgandan keyin sakkiz energiyasi sohiblari ham ana shunaqa adolatsizlik qilmaslik kerak. Ya'ni karma yaratmaslik kerak, noto'g'ri karma yaratmaslik kerak-da bular. Ya'ni qanday, agar bironta bir ishda nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, keyin avanturizm ishlari bo'ladi, ya'ni osonlik bilan pulga erishish, nimagadir erishish bo'ladigan bo'lsa, yolg'onlar aralashadigan, qanaqadir maxinatsiyalar, sxemalar bo'ladi-ku, ana shunaqa narsalar aralashadigan bo'lsa, qilayotgan harakatlarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki bularga momentalna jazo keladi. Ya'ni g'ish uchib keladi kallasiga-da, ana shunday darrov tayoq yeydi-da, bularga darrov ko'rsatadi-da bularga. Chunki bular karma odamlar-ku, ismi karma-ku buni. Shuning uchun yaxshilik qilgan taqdirda ham darrov u taqdirlanadi. Yomonlik qilsa ham, boyagi maxinatsiya ishlarni qilsa ham, u darrov jazolanadi-da, sakkiz energiyasidagi insonlar. Yuqorida ham aytdim, gapirgan gapingga javob ber degan narsa bo'ynida turadi ular har doim. Ana shunday. Ya'ni kimgadir so'z berdimi, u albatta bajarish kerak. Va'da berdimi, albatta u va'dani ustidan chiqish kerak bo'ladi sakkizlar. Har bir bergan va'dasiga, har bir aytgan so'zi undan so'raladi. Sakkizlardan so'raladi-da. Masalan, 3, 17, yana 21 boshqa energiyalar bor-ku. Ular masalan so'z bersa, aytdi qo'ydi-da deyish mumkin-da. Ya'ni ularga ham karma keladi qachonlardir, lekin yillar, oylar o'tib ketishi mumkin-da. Lekin sakkiz so'z berdimi, u albatta o'sha so'zin ustida turish kerak. Undan so'raladi, bajarish kerak-da. Shu boshqa energiyalar gapirganda e'tibor bermaydi dedim-ku, lekin bularni har bir gapiga e'tibor beradi-da, chunki sakkizlar gapirganda odamlar uni gapining sifatida garantiya bor deb hisoblaydi. Ana shunday. Masalan, sakkiz balkim imkon qadar ko'ramizda harakat qilaman deydimi, u gaplar eshitmaydi odamlar. Bo'ldi, aytdi, bo'ldi. Bu aytilgan gap otilgan o'q deydi. Ana shunday hisoblaydi sakkizlar gapini. Agar sakkizlar shu kimgadir va'da bergan bo'lsa, so'z bergan bo'lsa, undan 370 marta so'raydi. Sen ana shunaqa deb aytding, buni qilib beraman degding, ana shunaqa so'z beruvding deb juda ham ko'p so'rayverishi mumkin-da. Shuning uchun sakkizlar masalan qanaqadir nimanidir va'da beryaptim, ular shunchalik darajada ishonish kerak o'sha va'dasini bajarib berishiga, o'sha so'zda turadimi, yo'qmi, ishonish kerak. Ana shundan keyin u og'izdan chiqish kerak o'sha, bo'ldi qilib beraman yoki balkim, ehtimol, balkim qo'limdan kelgancha harakat qilaman degan so'zlarni ham ular juda ham chuqur o'ylab bo'lgandan keyin gapirish kerak. Chunki gapirilgan gap ham karma hisoblanadi. Bo'ldi, u aytilib qo'yildi-ku, karma yaratmas kerak-da. 8 raqami ostida tug'ilgan insonlar juda ham mas'uliyatli insonlar bo'ladi. Aslida agar plusda bo'ladigan bo'lsa-da, agar minusda bo'lsa, u juda ham katta masshtabdagi ishlarni u o'zini zimmasiga olib tashlashi mumkin-da. Uni bajarib tugataman degancha uni quvvati tugaydi, energiyasi tugashi mumkin. Ana shu boyagi ishni tugata olmagandan keyin u o'zini organizmini ham yeb tashlashi mumkin. Juda ham zarar yetkazib qo'yishi mumkin-da organizmga ham. Shuning uchun ham o'ta darajada unaqa
giper mas'uliyatli bo'lish kerak emasda. Odamlarga ishonish kerak, ishonib topshirish kerak, dunyoga ishonish kerak ya'ni-da. Ana shunday, chunki ularda ishonmaydi-ku odamlarga, dunyoga ishonmaydi, har doim o'zi nazorat qilib turaveradi-da. Plusda bunday insonlar ana shu jamiyatda emas, adolatni ular jamiyatda emas, karma olamida ular topgan bo'ladi adolatni. Haqiqiy adolat qanaqaligini ular karma olamida topgan insonlar hisoblanadi-da. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi-ku, xuddi adolatsizlik bo'layotganday tuyulishi mumkin-da insonga. Masalan, nega bolalar rakdan o'ladi? Nimaga ana shu yerda kuchli zilzila bo'ldi? Qancha begunoh odamlarni yer tortib ketdi, begunoh insonlar uylarida tagida qolib o'lib ketdi deydi, yoki kimnidir yoshgina bola juvonmar ketdi, mashina urib o'libdi deb aytadi-ku. Ana shunaqa juda adolatsiz bo'lib ko'rinadi-ku u narsalar insonlarga. Lekin ana shu 8larga ana shu nega degan savolni bermaydi. Nega? Nimaga shunday bo'ldi degan savol bo'lmaydi plusda. Ular biladi-ku, har bir narsani sabab borligini biladi. U oqibatlik, sabablik hech kim ko'rmaydi, lekin 8lar ko'radi. Qayerlardandir kelyapti u sabab, anglaydi-da. Shuning uchun ular hech qachon nega unday, nega hayot unaqa adolatsiz, nega meni boshimga shunaqalar kelaveradi deb aytmaydi plusda hech qachon. Mana shuna plusda hech qanaqa nega, nimaga degan savol bo'lmaydi. Nima uchun menga berildi bu vaziyat? Nima uchun shunday bo'lyapti? Nima uchun rakdan o'ladi bolalar? Nima uchun zilzila bo'ldi? Nima uchun yoshgina bola o'lib ketdi? Deb uni sababini biladi-da, faqat oqibatga qaramay sababiga qarayotgan insonlardan. Ya'ni mana shu hozir hayotida nimaga ega bo'lib turgan bo'lsa, keyin yana qanday voqealar yuz berayotgan bo'lsa hayotida, hammasini ilohiy adolat deb qabul qiladi-da, ular hech qachon muhokama qilmaydi plusda. Barcha masalan shunchalik darajada adolatsiz bo'lib ko'rinayotgan narsalar hammasi, odamlarga adolatsiz bo'lib ko'rinayotgan hamma narsa aslida ilohiy adolatligini biladi-da. Endi plusga o'tayotgan masalan 8lar ham, boshqalar ham bo'lishi mumkin. Umuman har bir insonda masalan plusga o'tayotganda hozir mening hayotimda nima yuz berayotgan bo'lsa, ana shu ilohiy adolat men qabul qilaman. Men mana shu yo'ldan o'tishim kerak, o'tyapman deb masalan qabul qilib, rozi qiladi-ku, uni hayoti tez o'zgarib ketadi-ku. Ana shundayda bular. Hozir hayotimda plusga o'tayotgan vaqtida ham anglab yetsa, u plusga o'tyapti deganida endi. Hozir nima yuz berayotgan bo'lsa hayotimda, ana shu ilohiy adolat deydi-da. Ya'ni men o'zim yaratgan karmalarim uchun javob beryapman. Qachondir sabab ya'ni sababga boryapti-da, u plyunkani ketdi aylantirib orqaga, necha yil orqaga olib boryapti-dagin, ana shu yerda shu sabab bo'lgan, hozir men oqibatini ko'ryapman deydi. Ana shunday qabul qiladi-da. Lekin bu juda ham qiyin ko'p 8larga, chunki o'zgarish istamaydi. Har doim aytaman 8lar o'zgargisi kelmaydi deb turin. Lekin o'zgarish mumkin, o'zgaradi. Juda ham kuchli minusda bo'ladigan bo'lsa, o'zgarmasligi mumkin-da. U inson har doim o'zini haq deb hisoblashi mumkin-da. Shuning uchun karma olamini anglash juda ham muhimda. Agar u karma olamidan u javob topolmasa, tushunmasa-da, tushunmaganidan keyin javob topolmaydi-dagin, mana shu jamiyatdan, mana shu hozirgi bor dunyodan u adolatni izlashni boshlaydi. Bunday insonlar asta-asta minuslarni ham gapiryapman. Ana shu bunday insonlar har doim adolat uchun kurashadi. Har doim mana shu yerda, material dunyoda adolat izlaydi-da. Nima uchun shunday bo'lyapti? Siyosat bormi, urushlar bormi? Hammasida nimaga unday bo'lyapti deb va tinchini yo'qotadi umuman. Ana shunday insonlarda o'zini qiynab qo'yadi-da, adolat izlab. Lekin ular bu dunyodan adolat izlamas kerak-ku. Karma qonunlarini anglagandan keyin o'zi tushunib yetadi-da, juda ham agressiv bo'lib qoladi-da. Vajohatli bo'lib qoladi, baqirib, ana shu baqiroq, chaqiroq, ana shunaqa bo'lib qoladi, g'azab, jahl.
urush har doim tortishadi, nimanidir isbotlaydi, har doim ana shunaqa o'rinda bo'ladi ular, minusda bo'lsa agar. Dunyoni ham ikkiga bo'ladi, oq va qora deydi, insonlarni ham ana shunday ikkiga bo'ladi, guruhlarga ajratib tashlaydi-da. Guruhga ajratish eng og'ir narsa-ku endi. Yo men bilansan, yo meni qarshimdagi dushmanimsan deydi. Ana shunday qabul qilishni boshlaydi-da. Dunyoni ham, odamlarni ham-da. Minusda bo'lsa ana shunday qat'iyan rozi bo'lmaydi hech kimning fikriga. Shunchalik e'tiqodga aylanib ketadi-da o'zini fikrlari. Umuman ilohiy qonunlarga quloq solmay qo'yadi, ishonmaydi ham, u dunyo borligiga ishonmaydi, ko'rinmas dunyo borligiga ishonmaydi ham-da. Ana shu karma dunyosi, karma olami o'zi agar anglash holatiga kelgandagina mana shu material dunyoda inson shunday rohatda maza qilib yashashi mumkin-da, faqatgina o'sha qonunlarni anglab yetsagina, o'sha hayot qonunlarini anglab yetsa, karma qonunlarini anglab yetsagina inson ichki xotirjamlikda yashash mumkin-da, lekin ular yo'q. Yo do'stimsan, yo dushmanimsan deb ana shunday oq-qora qilib bo'lib insonlarni nima desam ekan, kategorически deymiz-ku, kategorически hech narsani qabul qilmay qo'yadi-da. Ya'ni minusda bo'lsa, umuman sababini ko'rmay qo'yadi-da. Faqat ana shu oqibatga qaraydi. Ana shu yerda bo'layotgan voqeaga qaraydi-da. Minusda bo'lsa, birdan yonib ketadi, agressiya bo'lib, birdaniga baqirib, chaqirib, adolatsizlik bo'lyapti, nohaqlik bo'lyapti deb ana shunday birdaniga isyon qiladi-da bunday insonlar minusda. Mana shu material dunyodan adolat izlaydidagi kurashga o'tib ketadi. Bu kurash endi xuddi fanatlardek kurash bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun ko'pincha 8larda ana shu sud xonalarda ko'rish mumkin, qandaydir razborkalarda, janjallarda ko'rish mumkin-da. Endi juda ham minusga tushib ketgan bo'lsa, bunday insonlar ana shu adolat uchun kurashib o'ladi ham-da, hattoki-da. Qandaydir janjallarda, bir urushlarda har doim nimaga hayot adolatsiz degan tushuncha bilan yashaydi-da. Ichish mumkin emas, chekish mumkin emas, xiyonat qilish mumkin emas. Qog'ozlashlarda noqonuniylikka umuman ruxsat bermaslik kerak, yo'l qo'ymaslik kerak o'zini hayotida-da. Poraxo'rlik umuman mumkin emas. Masalan, soliq to'lashda ham aytish mumkin-ku, bironta sxemani aytish mumkin-da. Bu sinalgan, 100% sinalgan, hech qo'rqma. Masalan, 20 million bo'ladigan bo'lsa, sen 10 millionini ber, bo'ldi, bu yog'ini o'zimiz to'g'rilaveramiz deydi-ku. Aslo unaqa avantyuralarga umuman kirmaslik kerak. 8larga umuman mumkin emas bunday qilishda. Juda ham ko'p holatlarda bir xillar ana shunaqa parazitizm bo'lib qoladigan bo'lsa, bir xillar zohidlarga aylanib qoladi, xudojo'y bo'lib qolishi mumkin. Xudojo'ylik yomon emas, lekin 8lar mana shu hayotiy tajribalar olishga kelgan, ular qiyinchiliklar orqali hayotiy tajriba olib ketib, ularda ruhi o'saveradi-da. Bir xillar bor-ku, birdan xudojo'ylikka o'tib ketadi-dagin, dindorlikka, ya'ni xudoga yo'l, ya'ni oliy darajadagi ma'naviyatga qarab yo'l oladi, to'g'ri, u yomon emas. Lekin ular tajribasiz, shunchaki birovlarning tajribasini egallab oladi-da, o'tib oladi, boshqalarning tajribasiga o'tib oladi-da. Anglata bilyapmanmi, qanday tushuntira olyapmanmi sizga? U yo'ldan u o'tmagan. Masalan, payg'ambarlar o'tgan-ku o'sha yo'llardan, bizga bilimlarini tashlab ketgan, to'g'rimi? Lekin mana shu dunyoda ham ana shu dinga o'tish mumkin. Ya'ni juda ham ularda masalan hammamiz ham Xudo deymiz, Alloh deymiz, suyanamiz Xudodan, to'g'rimi? Xudoga suyanamiz, nimalardir so'raymiz. Lekin ular anglab o'tish kerak-da, mana shu hayotda tajribani olib o'tish kerak. Haqiqatan ham Xudo borligini mana praktikada, hayotda ko'rib o'tish kerak-da. Shunchaki tayyor kitoblarga o'tib olmaslik kerak ularga. Mumkin emas-da, darrov unaqa qilish mumkin emas. Ular juda ham ko'p hayotiy tajribalar olish kerak hayotidan. Ularning
xazinasi hayotiy tajribasida. Shuning uchun ham mayli men umuman qarshi emasman u narsaga, lekin hayotiy tajribani olmasdan shunchaki muqaddas kitoblarni o'qib, unday qiling, bunday qiling deyish ularga bo'lmaydi, sakkizlarga bo'lmaydi. Ular yashash kerak, o'sha narsani yashab o'tish kerak-da. Ularga mana shu hayotdagi qiyinchiliklar kelaveradi, to'xtamay qiyin. Ana shular yashatadi. Ular ruhini o'stirib, ana shu uning hayotiy tajribalari uni ma'naviyatga olib boradi, Xudoga, Allohga olib boradi-da. Ana shuni juda yaxshi anglab olish kerak-da, sakkizlar. Ya'ni osonlik bilan bir joylarga o'tib olmaslik kerak-da. Osongina mana shu kitoblarni o'qiyman deb nima qilmaslik kerak demoqchiman, tushuntira oldim deb o'ylayman-da. Boshiga juda ham ko'p noxushlik kelaveradi va shu nima uchun ular kelaveradi? Chunki o'sha ruhini o'stirish uchun osonlikcha bir narsaga erishib olmasin deydi-da. U masalan osonlikcha erishib olgan narsasiga ham baribir u to'lov qiladi-da. Mana hech kim darrov to'lamasa ham 8 darrov to'laydi-da, darrov jazolanadi-da. Masalan, yo'lda ko'chada ketyapti. Svetofordan mana hech kim qaramay o'tib ketdi. Svetofor pivitoforga qaramay 10 ta odam o'tib ketdi svetofordan, to'g'rimi? U ko'rib o'tiribdi-ya. Bu kunisiga u ham svetofordan bunday qaraydi-dagin shu boyagi chiroqqa qaramasdan o'tmoqchi bo'ladi-ku, tezroq vaqtdan o'tib. Uni albatta uni gay ishlab oladi-da. Unga jarima solish mumkin. Unikini ko'rib qo'yadi. Masalan, hamma bir joylarda ishlaydidan bir narsalar o'g'irlab olib chiqib ketib, qanaqadir bir fabrikada ishlash mumkin, nimalardir masalan qo'yniga tiqib chiqib ketaverish mumkin. Lekin bitta ruchkani olib chiqib ketsin, moment unga jazo keladi. Unikini ko'rib qo'yadi-da. Ana shuning uchun u osonlikcha hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun nega meni peshonam sho'ray demas kerak, uni quvonish kerak. Shu ana shu narsa berilganda sakkizlarga nima uchun? Oliy darajadagi inson nimasiga chiqish uchun-da, ana shu status deymizmi, obro'y deymizmi, ya'ni ma'naviy obro'yda u ana shunaqa mashhurlikka chiqish uchun u ana shu qiyinchiliklardan o'tish kerak. Endi avvalgi videolarda ham tushuntirganman. Bunday mana shunday, agar shunday qilmasa, unga boshiga ana shunaqa noxushliklar kelaveradi, qaytarilaveradi. Bir xil narsa qaytarilaveradi hayotida. Qaytarilyaptimi? Voqealar qaytarilyaptimi? Kim, masalan, odamlar har doim unga xoinlik qilishi mumkin, sotishi mumkin, ikkiyuzlamachilik qilyapti, tinimsiz nimalardir qilaveryapti-ku. U anglash kerak. Endi vaqt o'tirib analiz qilishim kerak. Ana shu analitik fikr berilgan-ku. Shuni o'sha ochish kerak o'sha narsani-da. O'tirib analiz qilib anglash vaqti keldi degani sababiga bor bu narsani. Bu faqat oqibatiga qarama deyapti-da. Minusda faqat oqibatga qarab qoladi-da. Sabab qayerdan kelayotganiga qaramaydi. Shuning uchun demak, biron narsa qaytarilyaptimi, qayta bo'lyaptimi, inson anglash kerak-ki. Vaqti kelibdi, bir ana o'tirib analiz qilishim kerak ekan deb o'ylash kerak-da. Yana karma qonunlari deyman, ana shu karma qonunlarini anglab yetsa, keyin hayotdan mana shunaqa tajribalar olaveradi. Juda ham ko'p o'zi 8larda ko'plarda bolaligidan o'zi qandaydir qiynalib katta bo'ladi-da, qandaydir ana shunaqa oilada o'z dunyoga keladi-da, bolaligidan beriladi-da ularga. Qiyinchilik beriladiki, o'sha qiyinchiligin evaziga hayotiy tajriba sotib olish uchun beraveradi-da. Shuning uchun ular qiyinchiligin evaziga sotib oladi-ku hayotiy tajribalar. Ana shu hayotdan olayotgan tajribalari ularni ana shu karma olamining, karma qonunlarini o'rganib chiqishiga majbur qiladi-da. Ular karma qonunlarini o'rganib chiqqandan keyin, bilgandan keyin, anglab yetgandan keyin ular sabab va oqibatlar o'rtasidagi munosabatlarni biladi-ku endi ular. Undan keyin umuman savol bermay qo'yadi. Nimaga rakdan o'layapti? Nimaga uni moshni urib ketdi? Nimaga ana shunday urush bo'lyapti? Nega qancha bolalar masalan Falastinda masalan qancha urushlar bo'lyapti? Umuman ana shu narsalarga savol bermay qo'yadi-da. Chunki juda ham ko'p ular qachon qarasangiz siyosiy
ana shu u yerda bu narsa bo'lyapti, ana o'ldirib ketibdi, mana u so'yib ketibdi, u yerda adolatsizlik bo'libdi, jahon miqyosidagi mana janjallar, urushlar bo'lyapti. Ana shularni ko'radi, prezidentlarning gaplarini eshitadi, faqat shular bilan ovora bo'lishi mumkin-da. Ana shularga umuman befarq bo'ladi. U nega, nima uchun degan savolda to'xtaydi. Chunki ular ketma-ketlik zanjirini yechib bo'ladi, ular karma qonunlarini o'rgangandan keyin-da. Hech kim bilan urushmaydi ham ular, hech narsani isbotlamaydi ham, tortishmaydi ham-da, o'zini oqlamaydi ham. Chunki o'zini hayotida yuz berayotgan bo'lsa ham, endi juda hujum qilaversa, o'zini chegarasini bildirish kerak. Faqat o'ziga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zini huquqini bildirib qo'yishi mumkin-da, lekin jahonda bo'layotgan, qo'shnida, umuman bir joylarda bo'lyaptimi, unaqa narsalarga aralashish mumkin emas. Ilohiy qonun bo'lyapti bu yerda. Hozir dunyoning mana shu karma olamida ishlar ketyapti. Karma olamining ishlari ketyapti bu yerda. Ilohiy adolat yuz beryapti shuning hayotida deb duo qilish kerak. Faqat ana shu odamda xorizor bo'lib yotgan odamda duo qilish kerak. Chunki bu dunyo odam xorizor bo'lib, bechora bo'lib deb yurish uchun berilmagan. Bu dunyo mazza qilib yashash uchun berilgan. U o'shaning uchun masalan 8lar anglaydi, uni kimdir birov qiynalyaptimi, xarobada yashayaptimi, u anglaydi nima uchun shunday bo'layotganini. Chunki sababini biladi. U biladi o'sha narsani-da. Minusda bo'lsa bilmaydi, oqibatga qaraydi-da. Lekin u urug' ekilgan. U hozir faqat mevasini ko'ryapti. O'sha jangu jadalni ko'ryapti. Va anglamagan holatda kimnidir birovni qoralayotgan bo'lishi mumkin-da o'sha yerda. Tushunmaydi u, faqat mevani ko'radi. Urug' bor-ku, urug' ekilgan-ku. Uni kim ekkan, qachon ekkan, uni bilmaydi minusda. Plusda biladi, qachondir bu urug' ekilgan deydi. Ana shu avvalgi hayotida ekilgandir balkim. Balkim o'sha sulolasida kimlardir ajdodlari o'tgan bo'lsa, shular ekkandir, shularni mevasidir hozir deb yaxshi ma'noda ham karma yaxshilikda ham, yomonda ham, yovuzlikka ham javob qaytaradi-ku. Har qanday yaxshi narsada ham, yomon narsada ham ana shu karma qonunini ko'radi u. Ilohiy adolat shu deb qabul qiladi-da, muhokama qilmaydi, urushib, talashib, adolat uchun hech qachon kurashmaydi-da. Ana o'shandan keyin karma o'sha ana shu 8 uchun ishlashni boshlaydi. Ya'ni 8 siz ko'rayotgan bo'lsangiz shu videoni, o'sha karma sizni foydangizga ishlashni boshlaydi, karma. Keyin sizni kimdir birov xafa qilsa, yolg'on gapirsa, kimdir chalama chutdi qilib gapirsa, to'g'ri gaplarni yetkazmasa sizga-da, chala-pula hayot qiladigan bo'lsa, uni karma uni jazolaydi. O'sha sizni aldayotgan odamni jazolaydi karma.